Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan xalqni jazo lageriga, turmalarga qamash bilan birga ularning farzandlarini yasil nomidagi bolalar lageriga yig'ib, assimilyatsiya qilib kelgan edi. Xitoy tashviqot organlarining xabari atalmış bolalarni havolalik beqish o'rinlarining zo'r darajada ko'payayotganligini ko'rsatib berdi. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining xabaridan ma'lum bo'lishicha, 2023-yilning oxirigacha butun Sharq Turkistonda ro'yxatga ilingan atalmış bolalarni havolalik beqish mulozimat apparati jami 1249 ga engi ilinib boshqarilgani 690 ga yetgan. Natijada har 1000 nopusqa bolalarning havolalik beqish mulozimat o'rni 2,5 ga to'g'ri kelgan. Xitoy hukumati 2020-yildan 2023-yilgacha Sharq Turkistonda jami 143 million 910 ming yuan sarf qilib, bolalarni havolalik beqish mulozimat turidan 84 ni qurib, mulozimat apparatlar qarmog'idagi bolalarni havolalik beqish mulozimat turidan 11100 ni yangidan ko'paytgan. Yaqinqi 1-2 yildan buyon Amerika, Avstraliya va Yevropadagi Uyg'urlar orasida O'zbekistonni ziyorat qilish qizg'inligining xeyli avji olganligi, bu yil yoz mezgilida yana bir qism Uyg'urlarning Toshkentda ziyoratda bo'lishini planlaganligi ma'lum bo'lmoqda. O'z vatanini ziyorat qilish imkoniyatlari bo'lmagan g'arbdagi Uyg'urlarning til, madaniyat va turmush muhiti o'zlariga yaqin bo'lgan o'zbeklarning yurtida sayohatda bo'lishini xohlashi normal hodisa bo'lsa-mu, ammo buning xatarga qarashqa bo'lmaydi ekan. Novastan to'rining bu vaqtdagi ma'lumotlarga asoslanganda, Xitoyning Uyg'urlarga taqobil turish uchun qurilgan O'rta Osiyodagi eng chong terrorizmga qarshi turish ishxonasi dal Toshkentga joylashgan. Toshkent g'arb ellardagi Uyg'urlar uchun, bo'libmi Uyg'ur siyosiy faoliyatlari uchun yanada bexatarlik joy hisoblanmaydi ekan. İstanbul Silivri rayonining shahar boshlig'i Volkan Yilmaz 27 fevral Silivri rayonining Selimpaşa mahallasidagi Uyg'ur ilm-fan ma'rif fondi jamiyatida Uyg'urlar bilan ko'rishdi. Yilmaz Uyg'ur o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar bilan paranglashib, Uyg'urlarning dardlarini tinglashdi. Xitoy Davlatlik Statistika idorasi e'lon qilgan yasimichilik kasbidagi oldingi qatordagi iqtisodiy faoliyat sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu yilning oxirgi chorakida boshlangan sohadagi tarixiy davomlashgan. Davlatlik Statistika idorasi e'lon qilgan yasimichilik kasbi setilish boshqarish ko'rsatkichi 2-oyda oldingi oydagiga solishtirganda 0,1 point tuvanlab 49,1 ga tushib qolgan. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mao, Amerikaning Xitoy ishlab chiqargan toklik mashinalarning sonliq ma'lumot bexatarligiga tahdid elib keladiganligi to'g'risida tekshirish elib borganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, Amerikaning iqtisodiy va savdo masalalarini siyosiylashtirilishi faqat o'zining mashina sanoatining taraqqiyotiga ziyon yetkazadi dedi. Amerika prezidenti Joe Biden 2-oyning 29-kuni to'g'ri ulangan toklik mashinalarning Amerika fuqarolarining shaxsiy sonliq ma'lumotlariga elib keladigan davlatdagi yoshirin xavf sababidan Xitoydan import qilingan toklik mashinalarni tekshirishga buyurilganligini bildirgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy bilan Pokiston munosabati nurg'un sohada taraqqiy qildi. Lekin Xitoyga qarzni to'layolmaydigan Pokistonning 2 milliard dollar qarzni qaytarishni bu yil kechiktirganligi xabar qilindi. Pokiston taraqqiyotchilari Moliya ministrligidagi manbalarni asos qilgan xabarida Pokistonning 2 milliard dollar qarzining mart qarali to'shqanligini va pul to'lash qiyinchiligi sababidan 1 yil uzartilganligini bildirdi. Vaqtli Moliya va Kirim ministri Shamshad Axtar Reuters agentligiga Xitoyning Pokistonga 2 milliard dollar qarzi pul berganligini dalilladi.